Assalomu alaykum do'stlarim, obunachilarim. Mana bugun 15-mart, haftaning yakshanba kuni. Bugungi videorolikimizni boshladik. Bugungi videorolikimizni o'tkazmasdan ko'ringlar. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Kimga qanaqa mashina qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozinglar fikrlaringizni. Mashina qimmatmi, arzonmi? Fikrlaringizni kutib qolaman. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Mana bo'lsa biz boshladik. Keyingi videorolikimizni boshladik. Mana bugungi keyingi videorolikimiz Lacetti'dan boshladik. Mana 2009-yil mashina 1.8 motorlarga mana motor holatlari. Mashina metanga. Avizlar bu. Motor. Mana motor holatlari. Bo'lalari mana yarim tishaga salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. 2009 ikkinchi pozitsiya. Salon holatlari. Yurganmi, tablo almashgan ekan, bilmayman dedilar. Yurgani noma'lum. Mana orqa holatlari. Lacetti'ga qisib obunachilarimiz uchun 2009-yil. Aka qaraverasizmi? Aka bu kraskalar xirlari bormi? Kraskasi 30% aka buni. 30-35% uzog'i. Oldi kapot, ikkita krillo, zadniy bagaj, bitta eshik. Zadniy bagaj, ha. Bitta eshik. Eshik, ha. Narxi qancha ekan buni? Narxi 4300 deyapmiz, savdosi bor, 3700 ga bermadik. 3700. 3800 bo'lsa berasiz-da, naqd pul bo'lsa. Inshaalloh kelishamiz. Telefon nomeri ayting. Telefon nomerimiz 98lik. Aha. 200 0750. 0750 ya. Aka bu 70 ekan, bu generalni ham bo'laveradi? Albatta bo'ladi. Faqat naqd pulga variant ham bo'ladi. Variant ham bo'ladi. Qancha puli bor odamga? 1000-2000 kelishaveramiz. Mana aka bozor bo'lsin. Keyingi mashinamiz bu Gentra. Qora Gentra. Mashina benzinga ekan. Mana motor holatlari. To'rttala yangi boran qo'ygan ekanlar aka. Hali men ko'rgan bo'lmagan dedilar. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Aka o'chiraverasiz. Ichini o'chiraverasiz. Mayton o'chiraverasizmi aka? Mana orqa holatlari. Orqa holatlari mana. Salon holatlari. Alibobarlik qo'yilgan. Aka bu Malibu barmi? Mers. Ha, Malibu bar. Arqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Arqa holatlari mashina benzinga. Aka bu kraska xirlari bu? Kraskasi 99% tozada, mana shu 1% pitonchasi bor. Ha. Yurgani qancha? 80 ming. 80 ming. Narxi qancha ekan aka buni? Narxi 13200. 13200. Kelishtiradingmi aka? Kelishtiramiz, kelishamiz. Endi savdo. 13 ta pasi bo'ladimi, naqd pul bo'lsa? Bittadan. Qanchalar bitta aka? Bitta ekan aytsangiz. 13 ta pasiga o'tadi. 13 ta pasi, ha. Telefon nomeri ayting. 77lik. 134 0070. 134 0070, ha. Mana aka bozor jo'si. Bu tonirovkalar 7 ta ruxsat bor. 6 oy ruxsat bor ekan. Avtomashinamiz mana Lacetti Gentra qilingan ekan. 2010-yil 1.8 motorga metallari bor. Motorlar 8 diska qo'yilgan. 8 diskalar. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mers rol mers bar qo'yilgan ekan, ponni. Ishlari ham mers qilingan. Ponni shumkaga mashina. Salon holatlari, tomlari ham shumka bo'lgan ekan. Abagretlari bor, sedeni. Arqa holatlari mashina. Aviksiya nomerlarga mashina. Aka bu kraska xirlari bor ekan? Oldi Gentra bo'lgan. Bir ikkita joyi pitnosi bor. Atak joyi. Ha, Gentra bo'lgan. Kraska xirlari bor, kraska.
oldi jentri bo'lgan, Ha. kilo kapot Ha. almashtirgan. Ichiga tili yo'q. Faqat jentri qilish uchun almashtirgan. Ha, almashgan ha. Bitta zadniy kilosiga bor, petnosi, keyin bu tarafga petnosi bor. Ikkita joyga petnosi bor. Qolgan joyda. Ha. Yurgani qancha? Yurgani 230 ta. 230 ta. Narxi qancha ekan aka buni? 7,5 ming. 7,5 ming. Kelishamiz, kelsinlar. 7 dan pastga bo'ladimi naqd pul bo'lsa aka? 7 dan taqalgan. 7 dan baland, baland bo'lsa Yettida. beraversan. Telefon nomeri ayting. 91lik 550 0018. 91lik 550 0018. Bu generalni ham bo'ladimi? Mayli aka, bozorda bersa. Yangi mashinamiz Gentra. 2023-yil 16 ming yurgan. Kraskalar toza. Mana motor holatlari, mana shu benzinga. Gaz qo'yilmagan ekan. To'rttala bola onalari. O'rtacha holatda. Hali yuradi. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana salon holatlar. Aka salafanlar taqilgan ekan. Yani ko'p yurmagan ekan o'sha. Arka holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana arkalar. Kraska toza. Motor bagaj holatlarini. Zapaskalar tushmagan ha aka. Shumka bo'lganmi ishinglar? Shumka bo'lmagan. Дополнительный вентилятор, мотор защитный qo'yilgan. Ha, дополнительный ventilator, motor защитный qo'yilgan ha. Aka bu kraska toza. Top-toza aka. Narx qancha ekan? 11500 deyapmiz, kelishtirib beramiz. Narx pul bo'lsa 11 dan pastga bo'ladimi yo'qmi? Hozirroq o'tib beramiz. Siz mijozlaringiz uchun. Bo'ladi. Telefon nomeri ayting. 91lik 519 91 11. Mayli aka, bozorda bersin. Yangi avtomashinamiz Gentra 2021-yil qop-qora Gentra. Motor holatlarini 4-pokoleniya metallga qo'yilgan mashina. Avtomat. Qonuniy mashina. Aka bu tonirovkalar qachongacha ruxsat bor? 17 Ha. Yozgacha ruxsat bor aka. Ana. Malibu rol qo'yilgan mana mashina. Yurgani 156 ming ekan. Salon holatlari. Hozir arxalarni ko'rsatib o'tamiz. Qop-qora Gentra qiziq ekan obunachilarimiz uchun. Mana bagaj holatlari, mashina metanga. Aka bu kraska qirlari ham bor ekan buni. Kraska toza. Bu narx qancha ekan? 11.8 ham. 11800 ha. Naqd pul bo'lsa qanchalarga bitadi aka? 11.5 nari berib bitta. 1,5 ha. Telefon nomeri ayting. 93lik 436 1500. Mayli aka, bozorda bersin. Yangi avtomashinamiz Lacetti 2010-yil 1.8 motorlangan. Bu motor holatlari mashina metanga. 1.8 Lacetti. Lacettiga qiziq ekan obunachilarimiz uchun. To'rttala bilan o'rtacha holatda uni. Lukli varianti, avtomat. Avtomat Lacetti mana salon holatlari. Salon holatlari. Avtomat. Arka holatlarini ko'rsatib o'tamiz mana hozir. Mana arka holatlari. Video registratorlari bor. Video registratorlari bor 2010-yil. Aka bu yurgani qancha buni? 2,5 ming yurgan ha. Kraskalar? Kraska qirlari bor ekan? 20% ha. Narx qancha buni? Narxi 2.5 ming. 5.5 ming. 5,5 ming ha. Sal qana qattiqroq gapirasiz. Qancha narxi? 5.5. 5,5 ming. Bu narx pul bo'lsa 5 dan pastga bo'ladimi yo'qmi? Ular kelishamiz. Kraska qirlari bor dedingiz? Taraflarida bor. Ha. Bir 20% bor.
20%. Telefon nomeri ayting. 94 538 95 95 10 ha. 95 Mayli aka, bozoringiz bersin. Keyingi avtomashinamiz Cobalt 2025-yil avtomat. Mana motor holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Motor holatlari, mashina benzinga, hali gaz qo'yilmagan ekan. Mana holatlari. Yo'lka bo'lalar qo'yilgan. Masalan, holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Masalan, holatlari 4200 yurgan ekan mashina. Halol probeg deyapti akamiz. Avtomat. Mana arqa holatlari. Aka, bu kraskalar qirlariga bu buni? Kraska toza. Bu narx qancha ekan? Narx qancha ekan aka? 12.400 deyapman, kelishtirib. 12400 ha aka. Narx pul bo'lsa 12 dan pastga bo'ladimi? 12dan past. Seksen yo'q. 12 dan aka. Telefon nomeri ayting. 99lik 251 9958. Mayli aka, bozorda bersin. Bu generalni ham chiqadimi? 01 aka. Generalni ham bo'ladi, ha? Mayli aka, bozorda bersin. Avtomashina 2024-yil LTZ 4-pokoleniya propanli mashina. Motor holatlari mana. Onyx qiziq ekan obunachilarimiz uchun, bolalar telefon. Mana holatlari mana. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana salonlar. Onyx avtomat 2024-yil. Arqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana orqalari. Onyx LTZ. Mana orqa holatlari. Kraskalar qilari bu? Kraskasi toza. Kraska toza. Yurgani qancha? 2024 40 ming yurgan. 40 ming yurgan ha. Telefon nomeri ayting. 97lik 735 2202. Narx qancha narx? 11800. Necha pulga bo'ladi aka? 11,5 qilib beramiz aka. 11,5. Mayli aka, bozorda bersin.